17-bob Babul Arnabi quyon haqidagi bob. 3243-hadis. Anas ibn Malik aytadilar: biz Marri Zahron degan joydan o'tdik. Bir joyning nomi bu. Bir quyonni quvladik. Quyonni uchratdik ya'ni. Hamma unga yugurdilar. Hamma chachab qoldilar quyon qochganda. Keyin men yugurdimda ushlab oldim. Anas yosh bola endi epchillik qilib ushlab olganlar. Keyin uni payg'ambarimiz uni Abu Talhaning oldiga olib keldim deyaptilar birinchi. Abu Talhaning oldiga olib keldim, suydi Abu Talha quyonni. Keyin uni ajizi va barikini, ya'ni orqasi bilan sonini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga jo'natdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qabul qildilar. Demak, quyon halol mana. 3244-hadis. Muhammad ibn Safvan aytadilar: u kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilaridan o'tdilar. Ikkita quyonni osib o'tdilar. Ya'ni haliga ilkasiga ortib olib o'tganlar-da quyonlarni. Shunda aytdilarki: "Ya Rasululloh, men mana ikkita quyonni ushladim. Lekin ularni suyishga bir temir topolmadim-da, tosh bilan suyib yubordim quyonlarni" degan. "Yuraymi?" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Yur" dedilar. Demak, mana quyon halol. 3245-hadis. Huzaymat ibn Jazr aytadilar: men aytdim: "Ya Rasululloh, men sizga yerning hasharotlari haqida so'ragani keldim." Yani yuqoridagi hadisning davomi bu ham. "Dobga nima deysiz?" dedilar. "Yemayman ham, harom ham qilmayman" dedilar Rasululloh. Men aytdim: "Men yeyman, siz harom qilmagan narsani unda" dedim. Va "Nimaga ya Rasululloh?" dedim. Ya'ni nimaga yemaysiz siz deganlar-da. Shunda aytdilarki, chunki Bani Isroil ummatlardan bir ummat hayvonga aylantirib qo'yilgan. Men buni xilqatini ko'rganimda meni bu shubhalantirdi deganlar. O'sha bo'lsa kerak deb o'yladim deganlar-da. Shunda men aytdimki: "Ya Rasululloh, unda quyonga nima deysiz?" dedim. "Quyonni ham qarayman, yemayman ham, harom ham qilmayman" deganlar. Shunda men aytdim: "Men unda siz harom qilmagan narsani yeyman" dedim. "Va nimaga siz yemaysiz ya Rasululloh?" dedim. Aytdilarki: "Qala nubitu annaha tadma." Chunki quyon yemasligimning sababi menga aytilindiki, quyon qon ko'rar ekan. Ya'ni hayz ko'rar ekan deganlar. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qabul qilganlari bilan yuqoridagi rivoyatlarda o'zlari yemaganlar. Boshqa birovlarga yedirganlar, "Yuringlar, yesanglar" deganlar. O'zlari quyon yemaganlar. Haqiqatan odamning ishtahasi tortmaydi. Hech umrimizda masalan men ham quyon yemaganman, yegim ham kelmaydi. Quyonni haqiqatan bir mushukdek narsa o'zi u. Mushuk qarasangiz. Sichqon yoki sichqonning kattasi. Ha, endi harom qilinmaydi shariatda odamlarga qiyin qilib tashlamaslik uchun. Lekin bir tabiat totmaydi insonni. Chunki hayz ko'radi quyon. Mushuklar ham odatda hayz ko'radi. Hayz ko'rishi ham dalilki, uni odamga o'xshashligi bor. Boshqa hayvonlar hayz ko'rmaydi. Ana shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'rqqanlarki, ehtimol o'sha hayvonga aylantirib tashalingan ummatlar ham shu mushukka aylantirib tashalinganmi yoki quyonga aylantirib tashaganmi? Alloh ulardi. Xullas, o'xshashlik bor odam zotiga. Hayz ko'rishligi shu shubhalantirgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shuning uchun yemaganlar. Harom emas, kim yesa yeversin. Lekin biz yemaymiz quyon. Rasululloh yemaganlar mana. 18-bob. Babu tofi min soydil bahri. Dengiz ovlaridan suv yuzasiga chiqib qolganlari haqida. Ya'ni dengiz ovlaridan suv yuzasiga chiqib qolgan degani, biz o'tgan darslarda aytdik aslida. Dengiz o'limtigi ham halol dedik. Lekin ba'zi ulamolar, jumladan Hanafiylar, ov sababdan yoki quruqlikka chiqqan sababdan o'lib qolsa halol degan o'ligi ham. Ammo dengizning ichida o'zidan o'zi o'lib, dengiz yuzasiga qalqib chiqib yotgan bo'lsa harom u degan. Ana shuni tofi soydil bahr deyiladi. Ya'ni dengizda hayvonlardan suv yuzasiga o'zi o'lib chiqib yotgani. Nima farqi bor deyish mumkin kimdir. Quruqlikka chiqib o'lib qolgani bilan o'z dengizda o'lib qolgan. Quruqlikka chiqib o'lib qolsa sog'lom holda o'lib qolgan bo'ladi suvsizlikdan. Ammo dengizda yotgan holatida, dengizda o'lib suv yuzasiga chiqib yotgan bo'lsa, demak u bir kasal-pasal bo'ladi u.
Ana shu uchun uni yemaslik kerak degan Hanafiy ulamolar. Shunga dalil qilib mana hadislarni keltirishadi. Bu hadislar aksari zaif hadislar lekin 3246-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Al-bahru at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu." Bu sahih. Dengiz suvi poklovchi, o'limtigi halol deganlar. Shunga binoan hamma o'limtigi halol bo'lishi kerak, to'g'rimi? Mana sahih hadis bu. Abu Abdullah ibn Moja aytadilar: Menga xabar yetdi, Abu Ubaydatul Javod aytgan ekanlar. Ana shu hadis ilmning yarmi deganlar. Chunki dunyo o'zi quruqlikdan va suvdan iborat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam senga dengizni fatvosini berdilar. Dengizda hammasi o'limtigi halol dedilar. Qaysi qoldi endi? Quruqlik hayvonlarning hukmi qoldi. Haqiqatan ilmni yarmi ekanda bu. Lekin bu ham mubolag'a. Ilmni yarmi degandan maqsad halol harom hayvonlarga tegishlik masalasini ilmni bir qirrasini yarmi ya'ni. Bitta hadis yodlasangiz bu degani siz ilmni yarmini egalladingiz degani emas endi. Xullas, uni zohirdan hadisda dengizdagi hamma o'limtiklar halolligi chiqyapti endi. Endi mana hadisni qarang. 3247-hadis. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ma alqal bahru aw jazara anhu fakuluhu wa ma mata fihi fatafa fala ta'kuluhu." Dengiz uloqtirib tashlagan baliqlar bo'lsa, haligi quruqlikka chiqib qolganda yoki jazara anhul bahr degani dengiz orqaga chekinganda baliqlar quruqlikka chiqib qolgan. Ana shunaqangi sabablar bilan o'lib qolganda, xullas suvsizlikdan ya'ni. Shunaqangi baliqlar bo'lsa, yeveringlar deganlar, o'ligi bo'lsa ham. Ammo o'zi o'lib dengiz ichida, dengiz yuzasiga qalqib chiqib qolganlari bo'lsa, uni yemanglar degan ekanlar. Chunki u besabab bir ko'rinishidan o'lgan, demak qandaydir bir kasallikdan, bir balodan o'lganda u. O'zicha sog'lom holda o'lmagan. Shu hadisni olib Hanafiy ulamolar mana besabab o'zidan o'zimday o'lib yotgan dengiz ustidagi baliqni yemanglar deganlar Hanafiy ulamolar. Ammo bu hadisning isnodi zaif, yuqoridagi sahih hadisga teskari kela olmaydi. U hadisga o'limtigi halol degan umumiy hadis keldi-yu. Hadisning zaifligining sababi mana Busiri rahimahulloh Zavoidda aytganlar. Hadisi zaif isnodida hofizlar hammasi ittifoq qilganlar bu hadisni hujjat qilib bo'lmaydi. Yahyo ibn Sulaym at-Toifiy degan odamning rivoyatidan zaif odam bu. Hamma hadis ulamolari ittifoq qilgan hadis zaifligi. Shunga qaramasdan Hanafiylar baribir yemaymiz biz degan, chunki haligi qoidani ishlatishgan. Halol bilan harom teskari kelib qolsa, qaysini g'olib qilamiz? Haromni g'olib qilamiz, hukmni o'shanga beramiz. Shunga binoan, garchi hadis zaif bo'lsa-da, ehtiyot shart. Haqiqatdan ham Hanafiy mazhabiga amal qilinsa-da, o'sha nimani ustiga chiqib yotgan, dengiz ustiga chiqib yotgan baliqlarni yeyilmasa, yaxshi bo'ladi. Ixtilofdan chiqiladi. 19-bob Babul G'urob, qarg'alar haqida. Qarg'a halolmi yo'qmi? 3248-hadis Ibn Umar radhiyallohu anhu. Qolaytlar: "Man ya'kulul g'urob va qad sammahu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fasiqon, vallohi ma huwa min tayyibat." Kim qarg'a yeydi ekan, Allohga qasam, kim qarg'a yeydi ekan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni fosiq deganlar, Allohga qasam u pokiza narsalardan emas deganlar. Rasululloh qarg'ani fosiq deganlar-da, haqiqatan buzg'unchida, tillalarni o'g'irlab ketadi, go'shtlarni o'g'irlab ketadi va hokazo. O'limtik yeydi keyin qarg'a. Shuning uchun ham yaxshi emas. Qarg'ani yeyilmaydi. 3249-hadis Oysha radhiyallohu anha aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Al-hayyatu fasiqa wal aqrabu fasiqa wal fa'ratu fasiqa wal g'urabu fasiq." Ilon fosiqdir, chayon fosiqdir, sichqon fosiqdir, qarg'a ham fosiqdir deyilgan. Fosiq bo'lgandan keyin ya'ni harom yeyilmaydi. Qosimga aytilindi: "Qarg'a yeyiladimi?" deyildi. Shunda aytdiki u kishi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni fosiq deganlardan keyin kim yeydi uni? Demak, yeyilmaydi degani. Shunga binoan mayna ham, o'sha ham qarg'aning bittasi u ham yeyilmaydi. 20-bob Babul Hirra, mushuk haqida. Halolmi, harommi? 3250-hadis Jabir radhiyallohu anhudan qolaytlar: "Naha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam an akli hirrati va thamaniha." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mushukni yeyishdan va uning pulidan qaytardilar. Demak, mushuk mana harom. Chunki u ham qarasangiz o'zicha yetqich tishi bor uni ham. Sichqonlarni yeydi u.
va uni pulidan ham qaytardilar deyaptilar. Ya'ni mushuk sotish savdosini qilish mumkin emas. Chunki bu birinchidan mana o'sha haromni sotish, ikkinchidan bir pastkashlik. Aslida bir mushuk hech qanday bir odamzodga foyda keltiradigan narsa emas. Shunchaki ermak uchun boqadi odamzod uni. Shuni endi olib chiqib bozorga sotish, pul qilib, bu yaxshi narsa emas. Shuning uchun ham qaytarilgan. Illo agar bir mushuklar bo'lsa, foydasi tegadigan mushuklar, o'rgatilgan mushuklar, siz unga tarbiya bergansiz boshqa, ana shu jihatidan endi uni odatiy mushukdan boshqachaligi uchun sotsa joiz deyilgan mushuklarni. Ko'pchilik hozir savol beradi-da, masalan, kofirlar yurtlarida qimmatga olishadi mushuklarni. Olib borib sotsak bo'ladimi deydi. Demak, qaytarilgan ish bu. Yaxshi ish emas.